300 dollarga farzandingizga ikkitadan telefon olib berib, PUBG'ni qilib, miyasiga qurt tushirganingiz yaxshimi yoki 300 dollarga xuddi shunaqa stanoy olib berib, oyiga 500-600 dollar topgan yaxshimi? Ushbu stanoylarimiz zo'r tomoni do'stlar, to'k so'ramaydi, to'k so'rasa ham kam rasxod qilasiz. Aytganimizdek, bu stanoyda pulini 15 kun 20 kunda bemalol chiqarib olib turib, 2 oyda yangi iPhone 7 olish imkoniyati mavjud. Bu stanoylarimizga keladigan bo'lsak, buni narxi 400 dollar, buni narxi ya'ni gibrid bo'ladi 650 dollar. Bunimiz bor do'stlar, ya'ni 400 dollardan boshlanadi. Eng qizig'i bu narxlardan agar foydasidan oldim sanang, 100 ta obunachisiga 50 dollar skidka, yana 100 ta obunachisiga 100 dollardan skidka qilib beramiz aytgan. Bu stanoylar o'zi nima vazifa bajaradi sanang. Bularimiz shirin sovun, boshqacha parashoylar chiqarsa, bularimizdan parashoy, undan tashqari bu qaynar xunchamiz 90 xildan ziyod mahsulot chiqaradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Farzandingizga telefon olib bergan bo'larmisiz yoki ushbu stanoymi? Ha.